eshitmayapmiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz buxorolik muxlislarimiz. Mana biz Ummon guruhi buxorolik muxlislarimizni xursand qilish uchun konsert dasturi bilan bugun tashrif buyurgan edik, lekin tashkiliy ishlar oxirigacha yetkazilmaganligi uchun, tashkilotchi shartlarimizni bajarmaganligi uchun biz sahnaga chiqmadik. Xudo xolasa balki tez kunda yana ko'rishamiz. Ummon guruhi a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda video orqali ushbu holatga izoh berdi. Ularning aytishicha, konsert bekor qilinishiga guruh emas, balki tashkilotchilar sabab bo'lgan. Guruh bayonotiga ko'ra, tashkilotchilar oldindan kelishilgan shartlarni to'liq bajarmagan. Shu sababli konsertni belgilangan tartibda o'tkazishning imkoni bo'lmagan va Ummon sahnaga chiqmagan. Guruh muxlislardan uzr so'rab, vaziyat ularning xohishiga bog'liq bo'lmaganini ta'kidladi.